Do'stlar, haqiqiy dehqondan qo'y olaman deydiganlar uchun akalarim, xudo ursa, haqiqiy dehqondan eng bir arzon joyidor bo'g'oz qo'ylarni akalar udalaridan yelin ko'rsatib qo'ygan to'q bo'g'ozlardan topib qo'ydim. Do'stlar, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga yetib kelganman. Nasib bo'lsa, Quduq qishlog'ida Komol akamizning oldiga keldik. Men akamizni o'zlari ham sheqqalar. Xudo ursa, akamiz haqiqiy Ilhom aka, haqiqiy o'zim dehqonchilik qo'ylarim deyaptilar. Bitta qo'ylari mana qo'zilagan ekan. Qo'zichasiga baho beraylik, elita bo'lib tushgan akalar. Nasib bo'lsa, Qo'chqorda ham zo'r qo'yilgan ekan. Bemalol qo'ydi zo'ridan, mana shunaqa baquvvatlardan, velkanlardan olaman. Haqiqiy dehqondan eng bir arzon joydan olaman deydiganlar bo'lsa, shoshilib qolinglar do'stlar. Bemalol mana Kamol akamizga chiqib savdosini bitirib olsanglar bo'ladi. Xo'p, akalar, sanamiz 30-yanvar, xudo xohlasa hafta kuniga juma. Bo'ylarni akalar, qo'ylarni hozir sonli ishda, bo'y baslari qanaqa, yeb ichishi, tishi qanaqa, narx-navosi qanaqa aytib tanishtirib o'tamiz. Bittalar aktiv bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kamol aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Charchamayapsiz Ilhom aka. Ha, Xudoga shukr. Aka, xudo xolasa bu sizda dehqonchilik qo'ylaringiz, ha? Dehqonchilik aka buni hamma. Akalar, xudo xolasa mana Kamol akamizning o'zlarida dehqonchilik qo'ylari ekan. Mana shu Qo'chqor boshidan beri yurgan ekan, otasi shu xullas. Akalar, qolganlari ham xudo xolasa 30 ta qo'yimiz bor, bitta Qo'chqorimiz bor ekan. Qolgan qo'ylarni 29 tasi endi to'q bo'g'oz, xudo xolasa qo'zilaydigan bo'lib turibdi. Ulardan tushgan qo'zi ham xuddi shunga o'xshagan elita sifat yaltiroq qo'zi bo'lib tushadi do'stlar. Qo'ylar e'tibor beramiz akalar. Xo'p, Kamol aka tishi qanaqa aka bularni? Aka, birinchi, ikkinchi, uchinchi qoringa bular aka. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qoringa akalar qo'ylar xudo xolasa mana. 2 tish, ya'ni 4 tish, 6 tishli qo'ylar xudo xolasa. Ko'rib olaveramiz. Xo'p, aytib o'tgandek 30 bitta Qo'chqori bilan akalar, bittasi qo'zilagan, qolgan 29 tasi aka to'q bo'g'oz. To'q bo'g'oz aka. Nasib bo'lsa. 29 tasi to'q bo'g'oz akalar mana. Ko'rib bahosini berib qo'yamiz. Bo'ylari akalar 80, 85, 90 ga ham qarab chiqadiganlari bor. Etlari ham ancha zo'r turibdi akalar. Nasib bo'lsa, bemalol kelib akalar arzon joydan so'raydiganlar, dehqondan so'raydiganlar bo'lsa, shoshilib qolamiz akalar. Yeb ichlaridan muammo yo'q dedi akamiz. Mana. Ko'rib olaveringlar, nasib bo'lsa. Oho. Qo'ylar baho beramiz akalar. 31 bosh nasib bo'lsa. Mana aka. Bittalab ko'rib bahosini berib qo'yamiz. Kamol aka, narxini nechga qo'yamiz aka? Buni kelishtirib aytavering. Aka, buni 5 million 300 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz aka. 5 million 300 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor. Akalar, shoshilib qolamiz. 5 million 300 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor. Akamiz kam gap ekanlar, shuning uchun akalar videoni qisqa qildik. Oxirgi narxni aytdilar, dastavkasini hammasini olganga qilib beraman deyaptilar. Bemalol pastdan nomerga chiqib, savdosini bitirib olsanglar bo'ladi do'stlar.